$10,900 полноразмерный кроссовер, подключаемый полный привод bilan, а также отдельно блокировкалari bor. Hamma qulayliklar komfortli yurish uchun bu avtomobilda bor. Bugun sotuvimizda Nissan X-Trail T31 kuzovda 2008-yil probeg 210 000 kilometr, 2,5 litrli benzinli dvigatel, 170 ta ot kuchi, расход o'rtacha 8 litrdan 11,5 litrgacha. Даже Captiva bilan solishtirganda ham bu avtomobilimizda bagaji haqiqatdan katta, plus отдельный joylari ham sekretniylari bor. 4 ta absolyutno yangi balon. Salonga o'tirganimizda bu yerda hamma yo'g'i dizayni bilan birga juda ham strogiy va praktichniy ko'rinishda. Ko'rishingiz mumkin. Katta двойной panoramniy lyuk. Lishniy ortiqcha narsalar yo'q, lekin praktichniy deganim, bu yerda ham mana spokойный joyi bor. Bardachogi ham juda katta. Bu yerda joy, podlokotnikda joy, podstakannik bu yoqda, podstakannik torpedkada. Bu yoqda ham podstakanniklar bor. Endi sizlar bilan zavatini qilamiz. Qani bismillah. Hop. Spokойно zavod bo'lyapti, ошибкалari yo'q. Korobkamiz variator bo'lsa ham, lekin normalniy ishlayapti, как положено. O'zini shtatniy magnitofoni bor va akustikasi ham Nissanni zavodskoy turibdi. Kelinglar, avtomobilni ko'ringlar, ma'qul bo'lsa bosib o'rishinglar ham mumkin. Juda ham puliga stoyit avtomobil.